8 yanvar günü Dünya Müslüman Cemiyetler Kengişining 30 kişilik vekiller ömki Şərq Türkistonda ziyorati bo'lgan. Xitoy uchur vositalaridagi aloqador xabarlarda Sharq Turkistonda ziyorati bo'lgan bu 30 kishilik o'mak Saudiya Arabiston, Arab Birlashma Xalifaligi, Misr, Bosniya, Serbiya qatorliq 14 davlatdan kelgan musulmon olimlar ekanligi tilga ilingan. Uyg'ur jamoatining g'azbini qo'zg'ag'ini musulmon olimlarning Sharq Turkistonga ziyorat kelishi bo'lmasdan, balki musulmon dunyosida olimlik sharafiga erishgan bu shaxslarning musulmonlikqa va insonlikqa zid shaklda Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini oqlash tarafdori bo'lishi. Undaqda bu kishilar zodi kimlar? Ular vakillik qilayotgan Dunyo Musulmon Jamiyatlar Kengashichi. Xitoy Kompartiyasining zuvoni bo'lgan Yershari vaqt gezitida mazkur ziyorat va ziyoratga kelgan xalqiliq shaxslar haqida bir qism ma'lumotlar bo'lib, vakillarning Sharq Turkistonda atalmış terrorlikqa qarshi turish ko'rgazmasidan boshlab muzeyxonagacha, masjidlardan tortib islom institutiga ziyorat qilganligi, Xitoy hukumatining shaxslarning diniy kimlik, e'tiqod huquqi kafolat qilayotganligi, diniy faoliyat sorunlarining aslihalarini yangilab, sharoitini to'xtamasdan yaxshilayotganligi haqida tushunchaga ega bo'lib, g'arb ellarining Xitoyga qarshi oshkor bo'lganligi bayon qilingan. Yeni vakillarning atalmış Şinjan Xalqaro ko'rgazmaxonasida 1990-yildan toki 2016-yilgacha atalmış 3 xil kuchning turli terrorlik harakatlarini sodir qilganligini, har millat xalqining 3 xil kuchga birlikda qarshi turib, bugünkidek tinch va baxtli turmushni yaratganligini ko'rganligi yozilgan. Filmdagi qonliq ko'rinishlarni ko'rgan ba'zi vakillarning hatto deyishib qattiq tushganligini ifodalaganligi, hatto bu terrorchilarga qattiq zarb berganligi tilga ilingan. Arab Birlashma Xalifaligining muxbiri atalgan Fahad Jamil Ahmad bu ko'rinishlarni to'xtamasdan suratga ilib, bundaq terrorlikning din bilan aloqasi yo'qligini va buning tasavvur qilg'usiz darajadagi razillikligini bildirgan. Dünya Müslüman Cemiyetler Kengashining raisi Ali Rashid Nuamimo ko'rgazmada bugun ko'rganlarning bu rayonning aslidagi holat ekanligi, bu xil terrorlik yolg'iz Xitoyda emas, balki butun dunyoda yuz berayotganligi, bularning hammasi tarixda yozilishi kerakligini bayon qilgan. Bu Dünya Müslüman Cemiyetler Kengashining raisi Ali Rashid Nuamining Uyg'ur eliga tunji qitim kelishi emas. U Xitoyga davomli kelib turadigan, Xitoy bilan uzun yillik cho'nqur do'stlikka ega bo'lgan bir shaxs. U 2019-yili Beijing Xalqaro bog'vanchilik ko'rgazmasida Arab Birlashma Xalifaligi ko'rgazma o'rnining vakili sifatida ko'rgazma qatnashgan. Ali Rashid Al-Nuamining hozirgi salohiyati bo'lsa, Abu Zabidagi terrorlik va asabiylikka zarba berish xalqaro markaziy rahbarlik komitetining bosh raisi, shundaqla o'zi qurib chiqqan Dunyo Musulmon Jamiyatlar Kengashining navbatdagi raisi. Darvaqa Xitoy uchun butun kuchi bilan chapan yapgan, Xitoyni oqlash uchun 14 davlatdan kelgan atalmış musulmon olimlar vakillar o'mikining o'mak boshlig'i bo'lgan Ali Rashid Al-Nuami Xitoyning eng yaqin do'sti va hamkorlashuvchisi bo'lganligi shaksiz. Al-Rashid Al-Nuami Xitoyning atalmış terrorlikqa qarshi kurashlarini izchil qo'llab kelgan musulmonlarning biri sifatida o'tgan yil aprelda Xitoy Saudiya Arabistonda uyushtirgan Xinjiang yaxshi joy nomidagi ekranlik tashviqot yig'inida Xitoy hukumatining lagerlar siyosatini kuchli qo'llagan. Mazkur vakillar guruhisidagi Bosniyaning sobiq muftisi Mustafa Serchimo Xitoyning atalmış terrorlikqa qarshi turish siyosatining Sharq Turkistonga inoq ijillik mevasini elib kelganligini maqtagan. Amaliyotda 1999-yildan boshlab Bosniyaning muftisi bo'lgan Mustafa Serchning Xitoy bilan bo'lgan aloqasi nihoyat quyuq bo'lib kelgan. U Xitoy tarixi va madaniyatiga yuqori baholarni bergan bo'lib, 2013-yili Xitoyning ko'p millatlarning inoq birga yashaydigan, dunyoga ulgu bo'la oladigan bir davlatligini bildirgan. Mazkur vakillar guruhining Sharq Turkistondagi ziyoratlaridan qaraganda, Xitoy hukumati oldi bilan Sharq Turkistonda 3 xil kuchdan iborat terrorchi, asabiy va bo'lgunchilarning mavjudligini isbotlashni oldingi nishon qilgan. Ondan Sharq Turkistondagi masjidlar, islom institutlari, Uyg'ur madaniyat meroslaridan Uyg'ur 12 muqomlarini ko'rsatish orqali Uyg'urlarning atalmış tarbiyalanishidan keyin yangi hayot, baxtli turmushga erishganligini ko'rsatish orqali o'z jinoyatlarini oqlamoqchi bo'lgan. Gerçi Xitoy hukumati bu xil nayrangvozlik, saxta tashviqotlarni uzun yillardan buyon qilib kelayotgan bo'lsa-mu, hech bir vaqt bugünkidek mag'lub bo'lmagan. Bu qitim atalmış musulmon olimlardan tashkillangan ziyorat o'mkining mohiyatidan qaraganda, Xitoyning musulmon dunyosidagi obrazini saqlab qilishi uzunga bormaydiganligi aniq. Chunki vakillar o'mkining kimlar tarafidan tashkillanganligi, shundaqla mazkur vakillar guruhisida Xitoy uchun eng kuchli ovoz chiqaruvchilarning Xitoy bilan bo'lgan do'stlik aloqasidan qaraganda, mazkur ziyoratning maqsadlik va planli o'rinlashtirilganligi aniq. Xitoyning mazkur shaxslarni Sharq Turkistonga boshlab kelishidagi birdan-bir sabab Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini inkor qilish, yolg'onga chiqarish va g'arb ellarining o'yini ko'rsatib dunyoni aldash.
Vakillar ömkini tashkillovchi o'rin bo'lgan Dunyo musulmon jamiyatlar kengashi bo'lsa, Xitoyning uzun yillik do'sti bo'lgan Al-Rashid Al-Nuami yaqinqi yillarda qurib chiqqan yangi organ. Vakillarmi yillardan buyon Xitoyni qo'llab, Xitoy uchun ovoz chiqarib kelgan Xitoyparast atalmış musulmonlar. Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikqa uchirganligi Amerika va G'arb davlatlarining o'zlari uydurib chiqargan o'yini bo'lmasdan, balki Po'latdek haqiqat ekanligiga isbotlar yetarlik. Uyg'ur lager shohidlari, xalqaro nopozliq tadqiqot o'rinlari va tadqiqotchilarning tadqiqot dokladlari, oshkorlangan Xitoy hukumat hujjatlari qatorliqlarning hammasi buning misoli. Xitoy jinoyat o'tkazmagan, Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilib boqmagan bo'lsa, u holda Sharq Turkistondagi uchur qamalligini butunlay bekor qilib, o'zining begunoh ayblanganligini oqlashga yo'l ochsa to'g'ri bo'ladi. Xitoy barliq uchurlarni qamal qilib, isbotlarni inkor qilish bilan birga xalqarodagi Xitoyparastlar orqali jinoyatini oqlashga urinyotdi. Garchi Xitoyning musulmon dunyosidagi qo'li uzun, ta'sir cho'ng bo'lsa-mu, bu uning jinoyatini yo'shira oladiganligini bildirmaydi. Növbətdə G'arb dunyosidagi musulmonlar va musulmon davlatlarda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga yaqindan diqqat qilayotgan, Uyg'urlarni qo'llash tarafdori bo'layotgan musulmon jamiyatlari kundan kunga ko'paymoqda. Uyg'urlarmi albatta musulmonlar orasidagi Xitoyparast musulmonlar yoki davlatlar bilan oddiy avom xalqni bir-biridan ayirib qarashni yaxshi biladi. Ularning musulmon dunyosining o'rtaq vakili, ularning qarashlarini musulmonlarning o'rtaq qarashi deb qaramaydi. Shundaqli saqal, uzun ko'ynak, arabcha ismlar bo'lganligi, hajga borganlik sababliklar jazo lageri qamalgan necha millionlagan Uyg'urlarning terrorchi emasligiga haqiqiy iymon ahli ishindo deb qaraydi. Agar Xitoy o'zini oqlamoqchi bo'lsa, xalqarodagi Xitoyparastlarga tayanmay, balki barliq iqimdagilarga haqiqatni ko'rsatishga jur'at qilish kerak. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining rost yoki yolg'onligiga, Uyg'urlarning zulmga uchirgan yoki uchirmaganligiga saxta tashviqotlar bilan emas, balki haqiqatni oshkorlash bilan javob berish kerak. Aksicha bo'lganda Xitoy hukumatı Uyg'urlar ustida ilib borgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyati uchun eng og'ir badallarni to'lashga majbur bo'lganligi aniq.